Siz hozir ham xato qilyapsiz, bilmayapsiz, lekin qilyapsiz. Hisobingiz o'smayapti. Strategiya bilasiz, o'rgangansiz, harakat qilasiz, lekin natija yo'q. Nimaga? Mana shu savol bilan 3 yil yashadim. Hisobimni to'ldiraman, ketadi. Yana to'ldiraman, yana sliv bo'ladi. Keyin tushundim, muammo strategiyada emas, muammo meni o'zimda edi. Ya'ni tradingga bo'lgan yondashuvimda. 10 yil davomida yuzlab traderlarni kuzatdim va hammada bir xil sabablar bor edi. Bugun sizlarga o'sha 10 ta sababni ko'rsataman. Bu videoni to'liq sxemasi Mindmap Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Hamma bloklar, hamma sabablar bitta rasmda. Video tugagandan keyin kirib ko'chirib olsanglar bo'ladi. Lekin ularning hammasi bitta narsaga borib taqaladi. O'sha narsani videoni oxirida aytaman. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Birinchi sabab eng keng tarqalgani. Ko'pchilik tradingni o'rganadi, lekin noto'g'ri joydan boshlaydi. Noto'g'ri agar boshidan fundament qurilsa, ustiga keyin qanchalik qursangiz ham bir kun kelib baribir yiqiladi. Bu blokda 5 ta manba bor. Har bittasi tashqaridan oddiy ko'rinishi mumkin, lekin ichkaridan hisobni sekin yo'q qiladigan narsalar. Boshlaymiz. Soxta gurular. Bir oyda boyib keting, mana mashinam, shogirdim bir oyda hamnaqa mashina oldi, hamnaqa natija qildi. Shunga o'xshagan gaplarni eshitsanglar qochinglar. Men ham shunaqa guruga ishonib qo'yganman paytida, kursni ham sotib olganman. Hech qanaqa natija bo'lmagan baribir. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki u menga strategiya berdi, lekin nimaga ishlashini tushuntirgani yo'q. Sababsiz strategiya prosta. Sababsiz strategiya bu tasodif. Tasodif esa hammamiz bilamiz, har doim ham bo'lavermaydi. Keyingisi Telegram signallar. Har kuni buy yoki sell, xullas signallar keladi. Kirasiz, ba'zida foyda, ba'zida yo'qotasiz, lekin eng muhim narsani bilmaysiz. Nimaga kirildi? Signalning sababini bilmagan odam har doim boshqalarga qaram bo'lib qoladi. Buni unutmaylik. Ular yutsa, siz ham yutasiz, ular yo'qotsa, siz ham yo'qotasiz. Agar ular umuman yo'qolib qolsa, siz yana nol bo'lib qolasiz, yana keyingi signalchini qidirishni boshlaysiz. Copy trading, birovning savdosini ko'chirish. Ishlaydi qanaqadir muddat. Keyin baribir ham to'xtaydi. U odam strategiyasini o'zgartiradi yoki umuman savdoni to'xtatib qo'yishi ham mumkin. Siz esa tushunmaysiz. Chunki siz sababni hech qachon o'rganmagansiz. Copy trading bu prosta vaqtinchalik narsa. O'z tizimi bor bo'lgan trader bu o'sha doimiy. Hozirgi trenddagi narsalardan bittasi bu sun'iy intellektdan so'rash, o'rganish. ChatGPT ga yozasiz, masalan, menga neftda ishlaydigan yoki kriptoda ishlaydigan, tillarda ishlaydigan strategiya ber. U beradi. Siz yozib olasiz, savdoga kirasiz. Lekin muammo nimada? Искусственный intellekt sizga strategiya beradi, lekin u sizga bermaydigan narsalar bor. Bu psixologiya, bu hissiyot, bu tajriba. Instrument sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Foydali maslahatlar olib tursa bo'ladi. Lekin ustoz sifatida umuman to'g'ri kelmaydi. Va muhit ta'siri. Masalan, o'rtog'im ishladi, o'rtog'im foyda qilyapti. Instagramda hamma pul qilyapti. Lekin siz bitta narsani ko'rmayapsiz. Instagram faqat foydani ko'rsatadi. Zararni hech qachon ko'rsatmaydi hech kim. Siz natijani ko'ryapsiz, jarayonni ko'rayotganingiz yo'q. Tashqi motivatsiya bilib qo'yinglar. Tez yonadi, lekin tez o'chadi. Ichki motivatsiyani uyg'otib olish to'g'ri, ozgina qiyin bo'lishi mumkin, lekin ichki motivatsiya uyg'onsa agar siz qo'ygan maqsadingizga yetmaguningizgacha o'chmaydi. Shuning uchun Instagramni umuman iloji boricha kamroq ochinglar, ayniqsa traderlarni ko'rish uchun. Ikkinchi sabab psixologik zaiflik deymizmi, kuchsizlik deymizmi? Bilim bor, strategiya bor, lekin baribir ham hisob o'smayapti. Ko'pchilik mana shu joyda aytadiki, strategiya noto'g'ri, strategiya ishlamayapti deydi. Yo'q, unaqa emas. Strategiya to'g'ri, prosta siz uni to'g'ri bajara olmayapsiz. Chunki sizni hissiyot boshqaryapti, siz o'zingiz emas. Bu blokda 4 ta xato bor, har bittasi alohida mavzu. FOMO, bo'sh oshib kirish. Grafik masalan, impuls bilan tepaga ketib qoldi, hamma ko'rdi bu narsani, siz ham ko'rdingiz, hozir kirmasam qolib ketaman deb o'ylaysiz. Va siz eng tepadan kirib qo'ygan bo'lasiz. Narx shu bilan pastga qarab tushib ketadi, hayron o'tirasiz. Nimaga har doim men bilan shunaqa bo'ladi? Chunki aslida kirish zonasi pastroqda bo'ladi. Ko'pchilik mana shu ko'rgan impuls ko'pchilikda bu FOMO tufayli kirgisi keladi, zekadan qolib ketish maqsadida, qolib ketmaslik maqsadida. Katta pullar mana shu joyda aslida likvidlik yo'qotgan bo'ladi, siz esa anaqa shit deb o'ylab kirasiz. Bilib qo'ying, bozor sizni kutmaydi. Siz bozorni kutishingiz kerak. Keyingisi qasos savdosi. Bitta savdoda yo'qotdingiz, g'azab bor, qayta olaman deb yana kirasiz. Lot oshadi, yana zarar. Yana lot oshadi, bir soatda kerak bo'lsa bir haftalik yoki bir oylik minusni qilib qo'yasiz. Kerak bo'lsa даже sliv qo'yadiganlar ham bor. Men o'zim ham shunaqa qilganman.
adashmasam 7 ta yoki 8 ta ketma-ket minusli seriya zilkaga to'g'ri kelganman. Hammasi zarar bo'lgan, depozitdan 40% minus ketgan. O'sha kundan keyin o'zimga bitta qonun qoida qo'yganman. Bir kunlik maksimalniy depozitdan yo'qotishi mumkin bo'lgan limit, masalan 5%. Bir kunda 5% minus bo'ldimi? Bo'ldi. Boshqa o'sha savdo yo'q. Bu tizim mana shunaqa qilib quriladi. Keyingisi stop lossni olib tashlash. Baribir ham narx qaytadi-ku degan gap hammaning ichidan o'tgan bo'lsa kerak. Mana shu gap asosiy nima deydi, depozitni sliv qiladigan gaplardan bittasi. Stop loss qo'ysangiz zarar kichkina bo'ladi va buni tiklab olish mumkin. Stop loss qo'ymasangiz bitta savdoda hammasi tugab ketishi mumkin. Stop loss qo'rqoqlik emas, bu matematik himoya, unutmanglar. Keyingisi yutganda haddan oshirib nima deydi, o'zidan ketib qolib, yana ham ko'p zekaga kirib, yana ham lotlarni, risklarni oshirib tashlash. Masalan, 3 ta zilkangiz foydada yopildi. Bunaqa payt nima bo'ladi? Odam euforiyaga beriladi, o'zini zo'r his qiladi, hamma narsani tushundim degan his keladi-da, o'sha joyda xatolar boshlanadi. Lot oshadi, risk oshadi, 2 baravar, 3 baravar. Keyin bitta zarar bo'ladi. Oldingi qilgan hamma foydalaringiz hammasi havoga uchib ketadi. Shuning uchun lot, risk har doim bir xil bo'lishi kerak. Yutganda ham, yo'qotganda ham. Bu tizim, mana hissiyotsiz ishlash tizimga borib taqalib sezgan bo'lsanglar. Keyingi sababimiz bu risk menejmentning yo'qligi. Ko'pchilik strategiyaga e'tibor beradi, riskka emas. Lekin haqiqat shundaki, yaxshi strategiya plus yomon risk menejment baribir ham zarar bilan teng. Risk menejment tradingning asosi, strategiyadan ham muhim narsa. Eslab qolamiz. Xo'p, lot xatosi. Har bitta savdoda hisobingizni necha foizni risk otganingizni aniq bilishingiz kerak. Bir xillar aytadiki 1% deydi, 5% deydi, kimdir 10% deydi. Ba'zilar uchun 5-10% ham xuddi kichkinadek tuyuladi. Bu eng katta muammolardan bittasi. Katta leverage. Tez foyda degani emas, har doim emas, ya'ni tez yo'qotish bilan ko'proq to'g'ri keladi bu narsa. Agar risklarni kontrol qilishni bilmasanglar, ya'ni o'lchashni bilmasanglar, lot kalkulyator degan narsa bor. O'sha lot kalkulyatordan hech bo'lmasa 1 oy yoki 2 oy foydalansanglar, o'sha 2 oydan keyin o'zingizlar ham, ya'ni o'rganib olasizlar, keyin o'zingizlar aniq hisob kitobini qilib lotni aniqlay oladigan bo'lasizlar. Har savdoda eslab qolamiz 1-2% risk. Aslida bu ham depozitga bog'liq bo'lgan narsa, ya'ni depozit agar 100-200 dollar bo'ladigan bo'lsa, majbur 1% risk qila olmaysiz hech qachon. 2% dan 5% gacha ham borishi mumkin. Agar depozit uje hech bo'lmasa 1000 dollardan baland yoki 5000, 10000 dollar atrofida bo'lsa, даже 0,5% risk ham komfortli ishlasa bo'ladi. Bu matematika. Hech qanaqa his-tuyg'u yo'q bu yoqda. Tak, zarardan chiqish jadvali juda ham qiziq narsa. Hozirga bitta narsani ko'rsataman. Ko'pchilik buni bilmaydi. 10% agar depozitdan yo'qotsangiz, yo'qotgan pulingizni joyiga qo'yish uchun sizga o'sha 11% foyda kerak. Yoki 20% yo'qotsangiz 25% kerak. Tasavvur qilamiz, depozit 10,000 dollar, 10,000 dollardan agar 50% ni yo'qotsangiz, yo'qotgan pulni qaytarish uchun bizga 100% foyda kerak. Ya'ni 5000 ustiga 5000 ishlashimiz kerak. Tushungan bo'lsanglar, agar minus qanchalik kattalashib ketaversa, o'sha minusni qaytarib olish borgan sari qiyinlashib ketaveradi. 80% yo'qotsangiz-chi, sizga o'sha nolga chiqishingiz uchun, depozitingizni tiklashingiz uchun 400% foyda kerak bo'ladi. Shuning uchun stop lossdan foydalanamiz. Ba'zilar aytadi, stop loss bu qo'rqoqlarning narsasi, ya'ni instrumenti deydi. Bu aslida depozitni himoya qilish uchun kerakli bo'lgan instrumentlardan bittasi. Xo'p, keyingi blok bu risk reward, ya'ni risk соотношение, nisbati. Tasavvur qilamizki, 10 ta savdoni 7 tasida foyda qildingiz, atiga 3 tasi minus. Chiroyli ishtiladi, to'g'ri ishtiladi, ya'ni 10 tadan 7 tasi plus, bu juda ham zo'r natija. Lekin har doim emas. Endi agar foydalar atiga 10 dollardan bo'lsa, lekin ziyonlar 30 dollardan bo'lyapti. 10 tadan 7 tasi, ya'ni 10 dollardan 70 dollar, lekin ziyonlarimiz 30 dollardan 90 dollarga teng. Umumiy hisobda 20 dollar minusdamiz. 70 dollar foyda bilan ham demak zarar qilsa bo'ladi. Bu risk соотношениyaning noto'g'riligidir. Risk соотношениyani iloji boricha 1-2 olish kerak. Ba'zi joylarda eshitgan bo'lsanglar kerak, 1-3 bu eng optimalniy такой золотая середина deyiladi, lekin har doim ham bozor 1-3 соотношение yurib beravermaydi. Kerak bo'lsa 1-2 ham yurmay qolishi mumkin, lekin shunda ham harakat qilamiz, ya'ni
tek profitlarni qo'yayotganda iloji boricha eng kamida 1-2 olishga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, kunlik zarar limit. Kuniga 5% dan ko'p yo'qotsangiz bo'ldi, to'xtash kerak. O'sha kuni boshqa savdo yo'q. Kamida agar masalan 5 ta yoki 6 ta masalan zelka bo'lganda, o'sha bir kunlik riskni urib qo'ygan paytda lotni kamaytirishimiz kerak. Riskni kamaytiramiz. Nimaga? Chunki yomon kunlar hammani boshida bor. Любой traderda bo'ladi mana shunaqa. Yomon kunlar, yomon haftalar bo'lishi mumkin. Seriya убыточный zelkalar bo'lib qolishi mumkin. Mana shunaqa paytlarda depozit slip bo'lib ketmasligi uchun, minuslar qotlarishib ketmasligi uchun bu eng zo'r qarorlardan bittasi bo'ladi, savdoni to'xtatish. Riskni boshqara olmagan trader hech qachon stabillikka erisha olmaydi. Bu tizim, bu yoqda hech qanaqa tasodif yo'q. To'xtang, hozir aytgan sabablardan nechtasini o'zingizda ko'rdingiz? Bitta, ikkita, uchta yoki hammasidami? Kommentda yozinglar. 1, 2, 3, 4 deb hammasini o'qiyman, statistika yig'amiz. Agar siz kamida ikkitasini ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda muammo strategiyada emasligini aniq bildingiz. Endi davom etamiz. Keyingi sabablar eng xavflilari ko'pchilik aynan mana shu joyda yiqiladi. Xo'p, 4-sababimiz bu strategiya yo'qligi. Strategiya yo'q. Bu точный muammo, lekin strategiya bor va uni doimiy o'zgartirish bu ham muammo. Ikkalasi ham bir xil natija beradi. Ya'ni statistika yig'ilmaydi, statistika bo'lmagandan keyin siz o'smaysiz. Hop, price action ko'pchilik o'ylaydi, signal kerak, indikator kerak. Yo'q, asli narxni o'zi yetarlicha. Masalan, уровеньga keldi narx, qarshilik уровеньga keldi, reaksiya oldi, значит, nima qilamiz? Sirga kiramiz. Tayanch уровеньga keldi. Narx reaksiya oldi, demak bayga kiramiz. Agar уровеньni yorib o'tib ketsa, demak trend davom etyapti. Indikator. Juda ham ko'p indikator degani bu ko'p signal degani. Ko'p signal bu chalkashlik. Gohida indikatorlar bir-biriga teskari signallar berib qolishi ham mumkin. Chalkashlik bo'lgan joyda xato qarorlar ham ko'payib ketadi. Eng zo'ri bu oddiy grafik. Hech qanaqa indikatorsiz. Grafikni o'zi bizga hamma narsani aytib turadi. Bu eng kuchlisi. Doimiy o'zgartirish ikki xil odam bor. Tasavvur qilamiz. Birinchisi, bu strategiyam ishlamadi, yangi strategiya topaman dedi har 2 haftada yoki har oyda strategiyasini o'zgartiradi. Ikkinchi odam esa yo'q deydi, 50 ta savdo qilaman yoki 100 ta savdo qilaman, ana undan keyin bitta qanaqadir qarorga kelaman deydi. Birinchisi hech qachon o'smaydi. Ikkinchisi o'sadi. Sababi oddiy. Bitta savdo bilib qo'yinglar, hech narsani anglatmaydi. Ya'ni minusli zelkalar hammada bo'lib turadi. Bitta minus hech narsani hal qilish kerak emas. Depozitni ham, sizni psixologiyangizni ham hal qiladigan narsa bu seriya. Ya'ni uzoq muddatda o'sha strategiya qanchalik ishlayapti yoki ishlamayapti, shu narsani faqatgina uzoq muddatda bilsa bo'ladi. Hop, 50 ta savdo tugagandan keyin 3 ta narsaga qaraymiz. Foydani foizi qancha, risk reward o'rtacha necha bo'ldi, maksimalniy drawdown, ya'ni prosatka qancha bo'ldi. Mana shu prosatka, mana shu 3 ta narsa bizga demak yaxshi natijada bo'lishi kerak. Agar shu uchalasi ham joyida bo'lsa, demak strategiya ishlayapti. Agar yo'q bo'lsa, demak strategiya emas, siz o'zingizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. His-tuyg'u aldaydi. Aldamaydigan narsa bu aniq raqamlar. Hop, strategiyani tez-tez o'zgartirayotgan bo'lsangiz, agar muammo strategiyada emas, muammo sabrsizlikda. 5-sababga ketib keldik. Bozorni kim boshqaradi? Banklar, katta fondlar, lekin retail traderlar emas. Ular narxni o'ziga qulay tomonga yo'naltiradi. Agar siz buni tushunmasangiz, siz har doim kechikirasiz va noto'g'ri joyda chiqasiz. Ko'pchilik bir xil darajani ko'radi. Mana shu уровень точно ishlaydi deb o'ylaydi. Yo'q. Ko'pchilik ko'rgan уровень ko'pincha tuzoq bo'ladi. Chunki ложный пробой degan narsalar bor, tushunchalar bor. Oldingi videolarda ham aytganman bu narsani. Ko'pchilik ko'rgan aniq, tiniq ko'rinib turgan уровеньlar asosan ложный пробой bo'ladi, ana undan keyin ketadi. Chunki katta pullar aynan o'sha joylarda likvidlik yig'ishadi, likvidnesslarni o'ziga olishadi. Siz kirasiz, ular sizni pozitsiyangizni olishadi. Narx keyin siz o'ylagan tomonga ketadi, lekin siz allaqachon o'sha stop lossingizni ushlab bo'lgan bo'lasiz. Xo'p, sessiyalar. Bozor har xil vaqtda har xil ishlaydi. Masalan, aziyatskiy sessiya tunda soat 2 da ochiladi. Aziyatskiy sessiyada diapazon juda ham kichkina, tor bo'ladi, harakatlar ham kam bo'ladi. Undan keyingisi Yevropeyskiy sessiya. Yevropeyskiy sessiya bizning vaqtimiz bilan taxminan shu 11:30-12 atrofida boshlanadi. Eng kuchli, ya'ni trend tarafga kirish uchun eng kuchli vaqtlardan bittasi. Undan keyingi sessiya bu amerikanskiy sessiya. Bizning vaqtimiz bilan 5-5:30 atrofida boshlanadi. Volatilnost eng ko'tarilib ketadigan vaqtlardan bittasi bu.
eng muhim vaqtlardan yana bittasi shuki, soat 5 dan soat 8 gacha. Nimaga desanglar, bu ham yevropeyskiy sessiya, ham amerikanskiy sessiyani kesishgan vaqt hisoblanadi. Bunaqa payt eng kuchli 3 soat deyiladi. Xo'p, ixtiyoriy vaqtda xohlagan paytda agar savdo qilsangiz, siz emas, bozor yutadi ko'pincha. Chunki sessiyalarni o'rganishingiz kerak. Sessiyalar eng muhim omillardan bittasi. Xo'p, trend va range. Bozor har doim ikki xil holatda, trend yoki range. Trendni moment bilan savdo qilish kerak. Masalan, narx tepaga ketishni boshladi, tepaga ketayotgan paytda ozgina korreksiya kutiladi, korreksiyadan keyin yana trend tarafga qarab kirish kerak. Range da bo'lsa, chegaradan savdo qilinadi, ya'ni o'sha range ni chegarasi maksimumga keldi, sellga yoki minimumga keldi, buyga. Agar siz bozor holatini bilmasangiz, siz har doim noto'g'ri vaqtda, noto'g'ri tomonga kirasiz. Birinchi savol har doim bitta bo'ladi. Bozor hozir qaysi holatda? Shundan keyin kiramiz. Keyingi sabab bu kapital muammosi. Birinchisi, kichkina kapitaldan katta natija kutish, ikkinchisi qarz pul olib, o'sha qarzga savdo qilish. Ikkalasi ham traderni sindiradigan narsalar, faqat ikki xil yo'l bilan. Hozirgi hammasini tushuntirib beraman. Hop, tasavvur qilamiz, misol uchun $100 mi, $1000 mi pul bor, $100 deylik. Lekin natija, kutilayotgan natija, maqsad $1 million. Muddat esa 1 oy yoki 2 oy. Bu xayol, lekin haqiqat aslida qanaqa trade to'g'ri bo'ladi? Masalan, depozit necha pul bo'lishidan qat'iy nazar, maqsad unaqa katta qo'yilmaydi. Maqsad taxminan 3%, 4%, 5%, mayli 7% bo'lsin. Mana bu haqiqiy trading bo'ladi. Ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi. Ular tez boyamoqchi bo'ladi. Shuning uchun ham leverage-ni katta olishadi, hisob tez orada nol bo'ladi. Kichkina kapitaldan kichkina natija. Bu sizga yoqmasligi mumkin, lekin bu haqiqiy matematika. To'g'ri yo'l. Kichkina boshlang, lekin stabilniy bo'ling. Agar bu ham yoqmasa sizga yana bitta variant, bu prof firmadan imtihon sotib olib, imtihondan o'tib, keyin katta kapital boshqarsangiz bo'ladi. Endi yana bitta sizlarga narsa, solishtiruv. Tasavvur qilinglar, o'zi $100 pulingiz bor, lekin bu sizni pulingiz, o'zingizni pulingiz. $50 ni masalan yo'qotib qo'ydingiz, 50% ni yo'qotdingiz. O'zingizni qanaqa his qilasiz? To'g'ri, jahl chiqadi, g'azab bo'ladi, lekin hazm qilsa bo'ladigan narsa. Hazm qila olasiz bu narsani. Ikkinchi variant bu pul yo'qda, lekin o'sha $100 ni ham kimdandir qarzga oldingiz, 50% ni yo'qotib qo'ydingiz yoki o'sam даже 100% ni yo'qotib qo'ydingiz. Qanaqa ahvolga tushib qolasiz? Bunda ham jahl chiqadi, g'azab chiqadi, lekin daraja umuman boshqacha bo'ladi. Bir xil raqam, lekin odamga ta'siri ikki xil bo'ladi. Qarz puli bilan savdo qilgan odam, bu odam savdoda emas, bu odam bosim ostida bo'ladi. Kerak emas bunaqa narsalar. Yaqinda bitta odam keldi oldimga, men taniyman, lekin u meni tanir ekan, bilmayman, ko'rganmi, eshitganmi, aytadiki, bankda tanishim bor, любой summani kreditga chiqara olaman. Keyin pulni olaman-da, sizga beraman, 1 oyda ishlab bankni pulini yopamiz, foydani bo'lishamiz deydi. Keyin yana bitta gap qo'shdiki, kreditni oylab to'lab yurish niyatim yo'q. Bitta razgon qolamiz, sirazi o'sha razgon qilib bankni pulini qaytarib beramiz deydi. Men unga aytaman, Instagramni juda ham ko'p ko'rib olgan ekansiz, dedim, bu planingizni miyangizdan chiqarib tashlang. Agar hozir mana shu planni borib boshqa bitta ahmoq traderga agar etsangiz, u nima deydi bilasizmi? Sirazi bo'ldi, aka, olib keling pulni, gazini bosamiz deydi, pulni olib kelasiz, u esa 1 oyga bormasdan hisobni yo'q qiladi, sliv qoradi, keyin nima bo'ladi? Bank u traderni tanimaydi, bank sizni taniydi. Sliv qilgan trader men hech narsani bilmayman deb o'yindan chiqib ketadi. Siz esa o'sha 1 milliard olmoqchi edi, xullas o'sha 1 milliardni yillar davomida to'lab yurasiz. Bu trading emas, bu qarz. Qarz bo'ldimi, bosim bo'ladi. Bosim bo'ldimi, har xil xato qarorlar bo'ladi. Xato qarordan kelib chiqadigan narsa bu o'sha yo'qotishlar bo'ladi. Agar shu joygacha tushungan bo'lsangiz, siz allaqachon ko'pchilikdan o'sha oldindasiz. Lekin eng ko'p odamlik qiladigan joy ana endi boshlanadi. Hop, bugun signal yo'q, lekin majburlab yo'q joydan tochka foyda topib kirish. Bu o'sha trading emas, bu azart deyiladi. Masalan, kazinolardagi slot mashinalar bor, o'sha slot mashinalarda ham odamlar nima deydi? Yana bir marta deydi. Ko'pchilik mana shu joyda o'zini o'zi aldaydi. Yana bitta savdo hech narsani hal qilmaydi-yu deydi. Aynan mana shu fikr aslida hisobni yo'q qiladigan narsalardan bittasi. Sifatli 3 ta savdo sifatsiz 20 ta savdodan ko'ra yaxshi. Chunki har bitta kirishimizni,
har bitta точка входа bu risk. Ko'p kirish ko'p xato degani. Ko'p xato ko'p zarar keltiradi. Signal yo'qmi, demak, trade qilmaymiz, prosta kutamiz. O'sha kuni kerak bo'lsa savdo qilmaslik bu hisobni saqlab qolish bilan barobar narsa bo'lishi mumkin. Bu ham bitta natija. Ko'pchilik o'ylaydi, savdo qilmadim, demak hech narsa qilganim yo'q, bo'sh o'tirdim. Yo'q, unaqa emas. Kutish aslida eng qiyin qaror, lekin eng to'g'ri qaroringiz bo'lishi mumkin. Mana o'zingiz bitta eslab ko'ring, oxirgi qilgan trade'laringiz, masalan, qachon sleeve bo'ldingiz yoki katta bo'lgan minus kunlaringizni bitta eslab ko'ring. O'sha joyda sizda haqiqatan ham точка входа bormidi yoki FOMOda kirgan bo'lishingiz mumkin yoki bekor o'tirmay deb kirgan bo'lishingiz mumkin. Signalning oxirigacha ham shakllanishini kutmasdan kirgan bo'lishingiz mumkin. Lekin o'sha joyda agar kirmaganingizda siz sleeve ham bo'lmasdingiz yoki bo'lmasam juda ham katta minus ham qilmagan bo'lardingiz. Demak, savdo qilmaslik ham bu ham bitta natija bo'lishi mumkin. Eng kuchli trader aslida eng ko'p kutishni bilgan trader hisoblanadi. Bugun $100 topishim shart. Bu gap bilan kirgan odam bozordan xuddi talab qiladi. Xuddi bozor unga majbur yoki bozor aslida sizga hech narsa qarz joyi ham yo'q, qarzdor emas u sizga. Hech qachon qarz bo'lmaydi ham. Siz u sizni kutmaydi. Naborot, siz bozorni kutishingiz kerak. Bozor sizga imkoniyat berishini kutishingiz kerak. Agar shu joyda o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, zo'r. Chunki yana bitta xatoyingizni aniqlab oldingiz. Keyingi sababda sizni o'sishga majburlaydigan narsa haqida gapiramiz. Hozir aytadigan narsam ko'pchilik umuman qilmaydi bu narsani, o'shaning uchun ham o'sish bo'lmaydi. Mana sizlarga savol, oxirgi 10 ta savdoyingizni qayerda yozgansiz? Agar javob yo'q bo'lsa, demak siz tasodif bilan savdo qilyapsiz. Trading jurnal bu oyna, hissiyot emas. Statistika hamma narsani o'zi aytib turadi. Siz masalan eslashingiz mumkin, qayerda ko'proq foyda qildi. Lekin jurnalni ochsangiz, hamma haqiqat o'sha yerda ko'rinib turadi. Qaysi signal ishladi? Qaysi vaqtda zarar ko'proq yoki foyda ko'proq? Nima sababdan kirdingiz? Foydani foizi qancha? Risk reward o'rtacha necha? Qaysi signal eng ishonchlisi? Hammasi o'sha joyda ko'rinadi. Lekin siz hozir bu narsalarni bilmaysiz. Demak, ko'r-ko'rona uchayotganga o'xshaysiz, xuddi pilotlarda navigatorlari bor, har xil yordamchi uskunalari bor. Tasavvur qiling. Siz xuddi o'sha pilot, lekin hech qanaqa navigatorlarsiz uchayotganga o'xshaysiz. His tuyg'ular aldaydi, lekin raqamlar har doim aniq ko'rsatadi. O'zi jurnalni yurg'izish uchun javnaqa ko'p narsa shart emas, minimalniy format ham yetadi. Bunaqa qiyin bo'lish shart emas. Har savdodan keyin hech bo'lmasa 5 ta narsani yozinglar. Qaysi vaqtda kirdingiz, qaysi aktivda ishladingiz, kirish sababi, natija nima bo'ldi? Ya'ni stop loss bo'ldi, take profit bo'ldi yoki qo'lda yopdingiz. Iloji boricha screenshot qo'ying. Terminalda kirgan, chiqqan joylaringizni screenshot bo'lsa, undan ham zo'r. Mana shu narsani o'zi yetib ortadi. Aytgancha, agar jurnalni yurg'izishni bilmasanglar, men o'zimni Telegram kanalimda o'zim yurg'izadigan savdo o'sha jurnalni shabloni bor. Kirib bemalol ko'chirib olib ishlatishingiz mumkin. Har savdoga atigi 2 daqiqa yetadi. Oyning oxirida zato hamma narsa ko'rinadi. Ko'pchilik mana shu joyni e'tiborsiz qoldiradi. Aynan mana shu sabab oila davomida bitta joyda odamlar to'xtab qolishadi. Intizom blokiga ham yetib keldik mana. Eng og'ir haqiqatni aytaman sizlarga. Siz nima qilishni bilasiz, lekin qilmaysiz. Reja bor, qoidalar bor, lekin bajarilmaydi. Mana grafikka qaraymiz, chap tomonda rejani qaranglar. Stop loss bor, kuniga 3 ta savdoda belgilangan signal kutiladi, risk ham aniq. O'ng tomondagi anaqada grafikda stop loss olib tashlanadi, 9 talab savdo qilinadi, FOMO bilan kiriladi, risk doim har xil, ya'ni oshib tashishi ham mumkin. Bir xil odam, bir xil depozit, bir xil strategiyani biladi. Lekin natijasi 2 xil bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki hissiyot kuchli. Reja qog'ozda, hissiyot miyada. Va miyada yozilgan narsa har doim bitib chiqadi. Yaxshi savdoni vohli yopish, take profitga masalan ozgina qoldi, qo'rqib, hozir mana qaytib ketib qoladi deb yopib qo'yadi. Keyin narx nima qiladi? Baribir ham o'sha take profitgacha boradi. O'sha savol yana keladi. Nimaga yopdim deydi odam o'ziga. Chunki tizimga emas, hissiyotga, qo'rquvga aldanib qolgan bo'ladi odam. Yomon savdoni ushlab turish, stop lossga yaqin, narx baribir ham qaytadi deb stop lossni olib tashlanadi. Narx nima qiladi? Dal shu kechasi davom etadi, zarar kattalashib ketaveradi. Stop loss bu xatoni tan olish degani, bu zaiflik emas, bu naborot professionallik. Stop lossni mohiyatini agar
qachonki tushunib yetsanglar, tradinglarning sifati yana ham keng urovingga chiqadi. Bilish, bu narsalarning hammasini bilish 20%, hammasini qilish bu uje yana qo'shimcha 80%. Ikkalovini qo'shsa uje 100% lik natija bo'ladi. Ko'pchilik biladi, lekin qilmaydi. Tradingda farq bilimda emas, intizomda. Motivatsiya emas, tizimda. Ana endi yechim blokiga yetib keldik. Endi sizlarga savol. Nima qilish kerak? To'g'ri yo'l bor, lekin ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi. Birinchi o'rganish kerak, keyin sinash kerak, undan keyin demo shot, undan keyin real shot. Bu masalan oddiy ko'rinishi mumkin, lekin ko'pchilik sirazu oxiriga o'tib ketadi. Hech qanaqa demolarda ishlab ko'rmasdan turib, shuni hisobiga demak boshqatdan boshlashga to'g'ri keladi. Endi mana bu rasmga qaranglar. Igroq, ya'ni hech qanaqa tizimi yo'q bo'lgan trader har bitta savdoda mana shunaqa tebranib yuradi. Gohida katta foyda, gohida katta minus, xullas bitta joyda. Tizimli traderni o'sishiga to'g'ri beringlar. Bu stabilniy, barqaror o'syapti. Farq strategiyada emas, farq yondashuvda. Kichkina o'sish, lekin barqaror. Barqaror o'sish bu katta natija beradigan narsa. Xo'p, kunlik rutin. Har kuni bir xil narsa. Tahlil, reja, savdo va jurnal. Обязательно jurnalga yoziladi. Bu ham oddiy ko'rinadi, lekin yeminda mana shu narsa ko'pchilik qilolmayotgan narsa. Ikkita zarar bo'ldimi, bo'ldi, to'xtash kerak. Balkim ikkita zararlar yoki 3 ta, balkim 5 ta bo'lishi mumkin. Bu o'zi asosan depozitdan qilinadigan minusga bog'liq, lekin обязательно limit bo'lishi kerak to'xtaydigan. Sabr bu eng kuchli narsa. Shoshilgan odam yana boshqatdan boshlaydi, yana boshqatdan depozit qiladi, hammasini yana noldan boshlaydi. Lekin sabr bilan, intizom bilan ishlab kelgan odam baribir ham o'sha qo'ygan maqsadiga sal kechroq bo'lsa ham, lekin aniq erishadi. 10 ta sababni ham aytdim, lekin bitta narsani hal etganim yo'q. Bularning hammasi o'shandan boshlanadi. Bitta narsadan keladi. Siz pul topishni xohlaysiz, lekin trader bo'lishni xohlamaysiz. Farqi shunda. Pul topishni xohlagan odam natijaga qaraydi. Ya'ni bu foydalimi deb kiradi. Zarar ko'rsa, sirazu sistemani o'ziga o'tiradi. Trader jarayonga qaraydi. Bu meni ishim, bu meni kasbim deb kiradi. Zarar ko'rsa, jurnalni ochib tekshiradi. Siz qaysi birisiz? Yo'lni boshdagimi yoki endi o'zini o'ziga o'tirayotganmi? Kommentariyaga yozinglar, xo'p, men kirib hammasini o'qiyman. Bilish yetarlimi? Yo'q. Bilish bu 20%, bajarish 80%. Ikkalasini qo'shsagina 100% natija bo'ladi. Agar shu 10 ta sababni bilib, lekin hech narsani o'zgartirmasangiz, bu video ham boshqa videolarga o'xshab foydasiz bo'lib qoladi. Mind mapni Telegramdan topsanglar bo'ladi, savdo jurnali ham o'sha yerda. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, tradingga qiziqadigan tanishlarga tashab qo'ying, ularga ham aniq foydasi tegadi va rahmat yetishadi. Menga emas, sizga. Ko'rishguncha.